eng katta qoidalarimdan bittasi любой momentda qayta tura olaman. Masalan, turganman shu paytgacha ko'p qiyinchiliklar, ming marta muammolar chiqqan, har xil. Keyin ko'proq natijalarimni aytishni yaxshi ko'raman. Masalan, siz meni yaxshi ko'rasiz, men kelib sizga dardimni aytdim, ichingiz og'riydi, menga foydasi yo'q. Siz meni yomon ko'rasiz, kelib dardimni aytdim, xursand bo'ldingiz, menga foydasi yo'q. Undan ko'ra yaxshiman desam, yomon ko'radigan o'zi qiynaladi, yaxshi ko'radigan mazza qiladi, menga shu foydaliroq. Hech qachon muammolarimni ko'tarib chiqmayman. Menga ko'proq ayting shu gapni. Hech qachon hech kimni oldiga o'tirib nolimayman. Aniq aqlim yetadi, nima yaxshilik kelsa Xudodan keladi, nima yomonlik kelsa Xudodan keladi. Shuning uchun dushmanni xursand qilish, do'stimni xafa qilish rejamda yo'q. Faqat g'alabalarimni aytaman, yutuqlarimni aytaman. Meni ko'rolmaydiganlarga qiyin bo'lsin deyman, yaxshi ko'rganlar mazza qilsin.